Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun yurak ojizligi va yurak zaifligi degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada asosliqi shu yurak ojizligi yoki yurak zaifliginiki nima ekanligi, yurak ojizligi va yoki yurak zaifligini keltirib chiqaradigan omillarning qaysi ekanligi va qandoq kasalliklar yurak ojizligi yoki yurak zaifligini keltirib chiqaradiganligi, uning oldini olish va uni bartaraf qilish degandagidek mazmunlarda qisqacha to'xtalib o'taman. Tövəndə diqqətinizlər bu leksiyanın təfsilatında bo'lsin. Yurak acizligi va yurak zaifligi yurakning xizmat iqtidorining o'xshamagan darajada ojizlashganligini bildiradigan atalg'u bo'lib, amaliyotda u o'xshash oqibatning o'xshamagan bosqichlarga qo'llanilgan atalg'u. Yani yurak ojizligi yurak ojizlashishining boshlanishidagi yengilroq ahvoliga qo'llanilsa, yurak zaifligi yurak ojizlashishining keyingi ig'irlashgan ahvoliga yoki yurak ojizlashishining oxirgi bosqichiga qo'llaniladi. Normalda yurakka to'plangan qonni ittirib bedenning har qaysi joylariga yetkazib, bedendagi har xil a'zo, to'qilma va hujayralarni oksigen, oziqliq va har xil zarur bo'lgan moddalar bilan ta'minlashda nihoyatda muhim rol o'ynaydigan bo'lib, yurak ojizlashib, yurak ojizligi, yurak zaifligi paydo bo'lgan vaqtida yurak o'z xizmatini ado qila olmaydi va shuning bilan insonning hayoti tahdidga uchraydi. Yurak ojizligi va yurak zaifligining kasallik alomatlari, ya'ni yurak ojizlashgan yoki yurak zaifligi giribdor bo'lgan insonlarda qanday kasallik alomatlari bo'ldi degan vaqtida, birinchidan harakat qilganda, hatto ba'zi ahvollarda jim o'ltirib orom olganda yoki uxlagandami nafas siqilish ko'rildi. Ikkinchisi, og'riqlik va mag'dursizlik his qildi. Uchinchisi, pochoq, o'shuq, put, hatto qo'saq qismi suvliq ishib qilish ko'rildi. To'rtinchisi, yurak so'qishi tezlashishi yoki qalayim-qallashishi mumkin. Beshinchisi, chiniqish iqtidori ziyoda tuvallab ketadi. Oltinchisi, oson asrab qoladi. Yettinchisi, uzunga so'zilgan kontrolsiz yo'tal, qon aralash balg'am kelishi mumkin. Sakkizinchisi, suvliq ishiq tufaylidan badan ig'irligi tez suratda ishib ketadi. To'qqizinchisi, ko'ngli aynish, qusish va ishtahasi tuvallab ketish ko'rildi. O'ninchisi, diqqati yoki zehnini markazlashtirmaslik yoki diqqati zehnini markazlashtirish qiyinlashish paydo bo'ladi. Ya'ni esida saqlash tuvallaydi, bir narsani oson esida saqlayolmaydi yoki o'rganolmaydi. Mana bular yurak ojizligi va yoki yurak zaifligiga giribdor bo'lgan kishilarda ko'riladigan kasallik alomatlari. Yurak ojizlashishningki bosqichlari. Normalda yurak ojizlashishni A, B, C, D deb 4 bosqichga ayirish mumkin. A bosqichi yurak zaiflashish xavfiga duch kelgan, ammo texi kasallik
alameti yoki yurak kesili yo'q kishilarni ko'zda tutadi. B bosqichi bo'lsa, yurak zaiflashishining konkret kasallik alomatlari texi ko'rilmagan, ammo yurak kesili yoki boshqa xatarlik omillar mavjud bo'lgan kishilarni ko'zda tutadi. C bosqichi bo'lsa, yurak zaiflashishining konkret kasallik alomati ko'rilgan kishilarni ko'zda tutadi. D bosqichi bo'lsa, kasallik alomatlari ig'irlashib, kundalik turmush ta'siriga uchirgan yoki qayta doktorxonada yetib qolgan kishilarni ko'zda tutadi. Mana bu yurak ojizlashishningki 4 bosqichi. Ko'rayotganinglardagidek oldingi 2 bosqichda alayda kasallik alomati yo'q bo'lsa, keyingi 2 bosqichda alayda kasallik alomatlari paydo bo'lgan va ular uzluksiz taraqqiy qilib, kasallik ahvoli ig'irlashgan bosqich hisoblanadi. Yurak ojizlashishining turlari va alomatlari. Yurak ojizlashishiningki birinchi turi jismoniy harakat texi cheklimiga uchirmagan bo'lib, bu turda odatdagi jismoniy harakat o'rinsiz og'riqlik, yurak silish yoki nafas qiynalishni keltirib chiqarmagan bo'ladi. Ya'ni bu turda bu bemorda yoki yurak ojizlashgan kishida alayda rahatsizlik yoki boshqa kasallik alomatlari bo'lmaydi. İkinci turda bo'lsa, jismoniy harakat ozroq cheklimiga uchirgan bo'ladi. Orom olganda rahat his qiladigan, ammo normal badan chiniqtirganda charchash, yurak silish, nafas siqilish yoki ko'krak og'rish qatorliqlarni keltirib chiqargan bo'ladi. Ya'ni bu xil yurak ojizlashda bemorda yengil darajada kasal alomatlari bo'ladi. Üçüncü tur bo'lsa, jismoniy harakat ko'zga ko'rinarli darajada cheklimiga uchirgan bo'lib, bemor orom olganda rahat his qiladigan, ammo ozroq harakat qilsa-mu charchash, yurak silish, nafas qilish yoki ko'krak og'rish qatorliqlarni keltirib chiqargan bo'ladi. Ya'ni bu xil yurak ojizlashda bemorningki kasallik alomatlari oldingi qaragan vaqtida biroz ig'irlashgan bo'ladi. To'rtinchisi bo'lsa, hatto orom olgandimi yurak zaiflashishining alomatlari ko'rilgan har qanday jismoniy harakat texmi beoromlikni keltirib chiqargan bo'ladi. Yurak ojizlashish bu bosqichga kelgan vaqtida yoki bu turga oid yurak ojizlashgan kishilarda kasal alomatlari alayda ig'ir bo'lib, bu yurak ojizlashishningki eng ig'ir turi hisoblanadi. Undaqda bu yurak ojizligi, yurak zaifligininki sabablari nima? Ya'ni nima sababdan yurak ojizligi, zaifligi kelib chiqadi degan vaqtida, birinchisi yurak muskullarining zaxmlanishi. Ikkinchisi yurak muskullarini ojizlashtiradigan har qanday omillar. Uchinchisi aroq ichish, tamaka va zarlik chekimlik chekish. To'rtinchisi yurakka qon yetishmaslik. Beshinchisi ba'zi dorilarning aks ta'siri va kimyalik davolashninki yurak keltirib chiqargan zaxmisi. Oltinchisi yurak muskullarining yallig'lanishi. Bo'libmi bak ost xarakterlik yurak muskuli yallig'i. Yettinchisi yurak qurilmasidagi ba'zi
tug'ma binormallik yoki irsiy kasalliklar. 8-si harakat qilmaslik, badan chiniq turmaslik, badan ig'irligi haddidan ziyoda yuqorilab ketish. 9-si ziyoda semizlik va qondagi mayning ishib ketishi. 10-si irsiy omillar. Yani bu yerda irsiy omil degan vaqtida mushu yurak qurilmasidagi ba'zi tug'ma binormalliklarmi mushu irsiy omillar kirdi. Uningdan boshqa nurg'un biz tehi bilib bo'lolmagan irsiy omillarmi yurak ojizligi va yurak zaifligininki asosli sabablari hisoblanishi mumkin. Yuqorida men yurak ojizligi va yurak zaifligininki paydo bo'lishdagi asosli sabablarni so'zlab o'tdim. Endi bu yurak ojizligi yoki yurak zaifligini paydo qiladigan kasalliklar nima? Ya'ni qaysi xil kasalliklar bu yurak ojizligi, yurak zaifligini paydo qildi degan vaqtida birinchisi tojsimon yurak qon tomir kasali. Bu yurak ojizligi, yurak zaifligini paydo qiladigan eng asosli kasalliklarning biri. Ikkinchisi yurak sanchiqi, yurak tiqilmasi. Uchinchisi yuqori qon besimi. To'rtinchisi tug'ma yurak kasali. Beshinchisi diabet kasali. Oltinchisi uxlaganda nafsi to'xtab qilish kasali. Yettinchisi yurak muskuli yallig'i. 8-si ba'zi ig'ir darajadagi allergiya. 9-si yurakning ritmsiz so'qishi. Yani yurak so'qishi ritmsiz bo'lgan vaqtidagi shu kasalliklarmi yurak ojizligi yoki yurak zaifligini paydo qiladigan asosli kasalliklar hisoblanadi. 10-si o'pka qon tomirlarining to'silib qilishi. Mana bu 10 xil kasallik yoki 10 xil binormallik odatda yurak ojizligi yoki yurak zaifligini paydo qiladigan asosli kasalliklar hisoblanadi. Undaqda bu yurak ojizligi yoki yurak zaifligininki qandoq oqibatlari bor? Ular nima oqibatni keltirib chiqardi degan vaqtida yurak ojizligi yoki yurak zaifligi vaqtida to'g'ri bir taraf qilinmagan vaqtida birinchisi böbrek zaxmlanish va böbrek zaifligini keltirib chiqardi. Ikkinchisi boshqa yurak kasalliklarini keltirib chiqardi. Uchinchisi jigarning zaxmlanishini keltirib chiqardi. To'rtinchisi ushtumtut o'lib qilishni keltirib chiqardi. Mana bular yurak ojizligi yoki yurak zaifligining oqibati bo'lib, agar biz mush yurak ojizligiga yoki yurak zaiflik giribtor bo'lgan bo'lsak, biz cho'qim buni vaqtida bir taraf qilishimiz kerak. Bo'lmasa bu yurak ojizligi uzluksiz taraqqiy qilib, oxirida bizning ko'p xil organimizningki zaiflanishi yoki zaxmlanishini keltirib chiqarishi, hatto bizning o'lib qilishimizni keltirib chiqarishi mumkin. Yurak ojizligi, yurak zaifligininki oldini olish, ya'ni qanday qilgan vaqtida buning oldini ola olamiz degan vaqtida birinchisi tamaka va zarlik chekimlik chekmaslik yoki ularni darhol tashlash kerak. Ikkinchisi turmush odatini o'zgartirish, aktiv badan chiniqtirish. Uchinchisi sog'lom oziqlanish, badanning oziqliq tangpungligiga alohida diqqat qilish va kapolat qilish. To'rtinchisi badan ig'irligini normal kontrol qilish, bak semirib ketishning oldini olish. Beshinchisi jiddiylashdan saqlanish, ruhiy besimni tövallatish. Oltinchisi zarur bo'lmagan dorilarni yoki qalaymaqan dori ishlatmaslik. Ya'ni zarur bo'lmagan dorilarni ishlatmaslik yoki qalaymaqan dori ishlatmaslik. Chunki nurg'un dorilar biz bilib bilmay ularninki yomon ta'siri, aks ta'siri sababidan yiroq
kelgusini qilib aytgan vaqtida, ya'ni ba'zi ost xarakterlik yomon ta'sirlar orqali yurak muskullarini zaxmi qilishi mumkin. Yettinchisi, badanning immunit kuchini oshirib, virus bilan yuqumli qilishning oldini olish. Ya'ni ba'zi viruslar yurakda zaxmi paydo qilib, yurak ojizligi, yurak zaifligini keltirib chiqarganligi uchun shu bizningki badanimizning immunit kuchini yuqori ko'tarib, virus bilan yuqumlashning oldini olishmi, yurak ojizligi va zaiflikning oldini olishda bak muhim. 8-si qon besimini yaxshi kontrol qilish. Ya'ni biz yuqori qon besimimiz giribtar bo'lgan vaqtida uni yaxshi kontrol qilish, qon besimini kontrol qiladigan yoki tövaltadigan dorilarni uzildirmay ishlatib turish. Bumi yurak ojizligi yoki yurak zaifligining oldini olishda bak muhim. 9-si qondagi shakar va mayni yaxshi kontrol qilish. 10-si yurak zaifligini keltirib chiqarish ehtimoli bo'lgan kasalliklarni vaqtida davolash va kontrol qilib turish. Bularning hammasi yurak ojizligi, yurak zaifligining oldini olishda bakla muhim. Oxirida bu yurak ojizligi yoki yurak zaifligini qandoq bir taraf qilish kerak? Ya'ni bu yurak ojizligi yoki yurak zaifligining oldini olish mag'lub bo'lib, bu kasal giribtar bo'lgan vaqtida uni qandoq bir taraf qilamiz degan vaqtida, birinchisi oldi bilan yurak ojizligi va zaifligining kelib chiqishiga sabab bo'lgan omillarni tevib chiqish, uningga qarta bir taraf qilish yoki ulardan amal bar saqlanish kerak. Ikkinchisi, doktorga ko'rinib, tafsili tekshirish orqali kasalga aniq diagnoz qo'yish va uningga qarta konkret davolash olib berish kerak. Uchinchisi, yurak zaifligini keltirib chiqaradigan kasalliklar bo'lsa, oldi bilan ularni davolash kerak. To'rtinchisi, yurak muskullarini kuchlantiradigan dorilarni ishlatish. Beshinchisi, agar badanda suvliq ishiq ig'ir bo'lsa, sudik mang'uzdigan dori ishlatish. Ya'ni sudik mang'uzdigan dori orqali badandagi suvliq ishiqlarni yondirish yoki kontrol qilish. 6-si, yurakni qon bilan ta'minlaydigan qon tomirlar tarayib olgan bo'lsa, operatsiya qilib yurak qon tomirga ko'rik silish yoki tarayib olgan qon tomirini kengaytish. 7-si, zarur bo'lgan vaqtida yurak almashtirish operatsiyasi qilib, sog'lom yurakka erishish. Mana bular yurak ojizligi va zaifligini bir taraf qilishda qo'llanilgan usullar. Bu yurak ojizligi yoki yurak zaifligi to'g'risidagi bu qisqa leksiyani mishada to'xtatmoqchi. Hammanglarni diqqat berganinglar ko'pdan ko'p rahmat. Hammamiz bilgandek, bu yurak qon tomir kasali, yurak zaifligi dunyoda shu ko'pincha davlatlarda birinchi nomorliq qotil hisoblangan kasallik bo'lib, har yili o'lib ketayotganlarninki xili ko'p salmoqi mush kasallik sababidan o'lib ketayotganligi hammamizga ma'lum. Shu sababdan biz bu kasalga shu yosh vaqtimizdan tortib alayda e'tibor berishimiz, ya'ni uning oldini olishga ahamiyat berishimiz bakla muhim, chunki bu kasalga giribtor bo'lib, ma'lum bosqichga yetgandan keyin uni davolashmi qiyinlashidi yoki uzil kesil davolash imkoniyati hozircha yo'q. Shu sababdan oxirida yurak almashtirishga to'g'ri keldi. Ba'zilar hatto bu unumli davolashga erishamay o'lib ketadigan ahvollar mavjud. Shunlashqa bu kasalga bo'lgan tushunchamizni yuqori ko'tarib, bu kasalninki oldini olish hammamizningki sog'lom va uzun umr ko'rish uchun bakla muhim. Oxirida hammanglarning teniga salomatlik tilayman. Xayr xo'sh, ko'rishguncha omon bo'linglar.